Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Talas Story ekraniga xush keldinglar. Oldi bilan hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin deyman va hammalarni chin yurakdan salomlayman qarindoshlar. Hozir oldida biroz texnika to'g'ri bo'lmay qoldi. Mana bu Windows'dan Apple'a ko'chish jarayonida ba'zi bir narsalarni biraz xato ketgan bo'ldi. Shunga tunji qitim Apple'ning iOS nimasida, muhitida biraz ko'nishga vaqt ketadigan o'xshaydi qarindoshlar. Biraz ba'zi narsalar xato ketib qoldi oldida. Shunga kechirim so'rayman. Hozir ovozi bor deb o'ylayman va qarindoshlar ko'rayotgan bo'lsanglar, YouTube'da va nimada Facebook'da o'xshash vaqtda boshlandi deb o'ylayman. Shunga agarda ovoz chiqmagan bo'lsa yoki bo'lmasa har qanday masala bo'lsa yozsanglar bo'ldi qarindoshlar. Bo'lmasa abaydiğimdek yangi nimaga supug'a o'tish jarayonidagi xatolik uchun kechirim so'rayman qarindoshlar. Unda qolsa bugun yana Talas Story bir qisqagina dam olishdan keyin qaytib keldi. Bundan keyin yana har shanba kuni o'xshash vaqtida taqdish berishga tirishimiz qarindoshlar. Bugün yazgınımızdaki xalqaro vaziyat haqida analiz qilamiz. Asosli 4 noktada buludu. Bunun birincisi İsrail-Palestin meselesi doğrusida bir qisqalam to'xtalib o'taman. Ondan keyin Suriyaning hozirgi taraqqiyoti to'g'riliq bir qisqa to'xtalamiz. Ondan keyin Amerikaning saylami va saylamdan keyingi yangi muhit to'g'risida ba'zi bir analizlarni qilmoq qarindoshlar. Şuna temimizni naqlan başlaylı vaxtımızın tejash uchun. Birincisi İsrail-Palestin meselesida qancha ay oldu? 15 ay oldu mu? Bir yıldan artıq vaqtdan keyin tinchlik kelishimi imzolandigan bo'ldi. Gerçi onun xiloflik qilib ba'zi kichik turda bombardman qilishlar yoki o'q etishlar bo'lsa-mu, ammo tinchlik kelishimi asos jihatdan tuzildi hamdi. Ba'zi tinchlik kelishimi xiloflik qilgan ba'zi ishlar bo'lishi u normal hamdi. Jihalarda bo'ldi u. Ammo ko'rganimiz 15 oylik nihoyat og'ir bombardimondan keyin tuzilib o'tgandan keyin, ya'ni vayron qilib o'tgandan keyin Hamas yana chiqdi maydonga va Blinken, Amerikaning tashqi ishlar ministri, chiqib ketishning oldidagi oxirgi muxbirlarning kutilish yig'inida İsrailning Palestinga tutgan Hamasni yo'qotish harbiy harakatining mag'lub bo'lganligini jaka oldi va faqatla harbiy harakatning yetmaydiganligini aytib o'tdi. Albatta buni biz Talas Story ekranida yoki mavzum ayrim analizlar qilganda mushundaq bo'ldig'ini deb kelyotdik. Chunki bu İsrailning tunji qitim Hamasni yo'qotimiz deb G'azzaga kirish emas. İsrailga Palestinga ishg'ol qilib kirib u yerdagi qurolli kuchni mag'lub qilaman deb bu az deganda 6-7 qitim mag'lub bo'lishi hamda İsrailning. Shuning uchun mushundaq bo'ludi albatta. Chunki meyada bir narsani tushunishimiz kerak. Buni Amerikaliklarmi unutib qelyotdi. Bir yerda harbiy harakat qilish uchun uning bir qancha bosqichi bo'ladi. Birinchisi harbiy harakat qarshi tarafning harbiy kuchini yo'q qilish bo'ladi maqsad. Ikkinchisi ma'lum territoriyani qurolli kuch orqali egallash bo'ladi. Üçüncü bosqichi shu yerdagi xalq qabul qilgan shaklda bir siyosiy natija chiqara olish kerak. Davom qilib bo'ldigan, saqlab qolib bo'ldigan bir sistema. Amerika buni Iroqda mı qilanmidi, Afg'onistonda mı qilanmidi? Ya'ni qurolli kuchni Iroqda yo'qotdi, ammo u yerdagi xalq qabul qildigan nima yoritamidi. Afg'onistonda bo'lsa qurolli kuchni yo'qotamidi va u yerda xalq davomlashtirib bo'ldigan bir siyosiy bir sistemini qurib chiqamidi. İsrail ham shu Afg'oniston hikoyasiga o'xshash bo'ldi.
o quralliq kuchni yo'qtamidi va hamma xalqni qoyil qilib mangadigan bir siyosiy natijani yaratamidi. Shuning uchun mag'lub bo'ldi İsrail. Endi bir yerning xalqini unda mancha adamni o'ltirdik degan bilan urushda g'alaba qilib bo'lmaydi. Buni Vyetnamda Amerikaliklar territoriyani tutib turolmay, o xalq qabul qilgan siyosiy sistem yaratishni qo'ying, ishg'ol qilgan territoriyani tutib turolmay, oxirsida bosh sanashga boshlagan Amerika. Ya'ni biz g'alaba qildik deyish uchun qanchacha xalqni o'ltirsak, shuncha yaxshi bo'ldi deb 3 millionga yaqin xalqni o'ltirgan. Ama oxirsida yana mag'lub bo'ldi. 3 million xalqni o'ltirish bilan bir siyosiy natija chiqmaydi. Shuning uchun Amerikaning Vyetnam, Afg'oniston va Iroq seriyasining oxirisiga İsrailning bu qitim G'azza harakatiga o'xshash qo'shildi. Shuning uchun endi bu urushning oxirisini kim to'xtatdi, tinchlikni kim barpo qildi deganda men bir narsa bu yerda ko'z tutishni to'g'ri ko'rmay qarindoshlar. Mana bu yerga qarasak, Trump teki vazifeye o'tlamay turiblar. Mush 1-oyning 8-kuni BDT'ning bir analizchisi var. Jeffrey Sachs deydigan. Shu odamning Netanyahu'ni og'zini buzib tillagan bir analiz jarayonida og'zini buzib tillagan bir videosi var. Trump şu videoni Twitter'da en beherledi. Yani Trump özünün kelgüsüde kiladigan siyasetini ikki tweet bilan nim qildi, dunyoga jakaldi İsrail siyasetini. Bunun birisi mushu video bo'ldi. Yani Netanyahu'ni og'zini buzib tillagan bir professorning videosini Trump share qilib qo'ydi 1-oyning 8-kuni. Bu hamda İsrailga noiti cho'ng bir signal degan shaklda qaraldi nurg'un tadqiqotchilar tarafidan va undan keyinida Trump'ның ekibideki, Trump'ның kadrosideki bazı adamlarning buni azargıcı ko'rishib kelgani va tinchlikqa majburlanganlar to'g'risida uchurlar chiqyapti hamda. Shuning uchun bu tinchlik kelishimini Trump qildi desak xatolashmaymiz. Endi bu yerdagi narsa tugdi, hozirgi urush bombardiman tugdi. Netanyahu buning bilan bo'ldi qilamdi yoki yana bombardiman qilib yana qalaymiqan qilamdi, bir nim degili bo'lmaydi. Bu asasen Trump'ның tutumunun qanchalik turishiga bog'liq. Hozir America First deb, yani Amerika birinchi o'rin turida deb nihoyat kuchli bir kadro bilan chiqdi Trump. Buni oxirsida to'xtalmay tafsilroq. Ammo bu davomli hozirgacha bo'lgan tajriba. Amerikada America First deb chiqqanlar, Amerika birinchi o'rin turdi deb chiqqanlar, hammasi İsrailni birinchi o'rin qo'yib oldi hozirgacha. Yani bu qitim Trump rast deganni qila olamdi yoki ma'lum bir yerga kelganda İsrailning lobbisi bosh egamdi, buni oldimizda ko'ramiz. Hozir uni kesib bilim degili bo'lmaydi. Endi kelayli Suriyaga. Suriyadami men oldingi qitim analiz qilgan vaqtimda dedim, Turkiya bu yerda yengildimi, Fırat daryosining sharqiga o'tishiga bog'liq deb. Shu Fırat daryosining sharqiga o'tmasa, Turkiya amaliyotda mag'lub bo'lgan bo'ldi Suriyada. Ve Türkiye gerçi beshidagi bu Bashar Asad qilgandan keyin xuddi Suriyani fatih qilgan fatihlardek nimalarni bu tabriklashli bo'lgan bo'lsa-mu Turk mediasida. Ammo bu Suriyaning yangi qurilgan hukumatining tashqi ishlar ministrining tunji ziyorat qilgan davlati Turkiya bo'lmadi, Saudiya Arabiston bo'ldi. Va bu yerda bergan signal Saudiya Arabiston Suriyadagi bu HTŞ boshchilik guruhlarining ichida eng ta'siri kuchli davlat Saudiya Arabiston deb jagarladi. Ya'ni mening ansirgan nuqtamni dedi. Bu Saudiya, Qatar, bu degan Britaniyaning qo'chaq podshohlari amaliyotda HTŞda eng cho'ng ta'sir va eng cho'ng ularni eng cho'ng boshqara oladigan eng cho'ng ta'sir bo'lgan davlatlar Turkiya emas, balki Angliyaning qo'chaq podshohlari ekanligini o'zlari og'zi bilan oshkorladi buni. Shundan keyin Turkiyada bu ujuqib ketish bo'ldi, Turk mediasi silkinib ketdi. Ondan keyin gaplarni yig'ishtirishga Fatih marşları biraz besqishga boshladi va Erdo'g'an past qo'yga tushishga boshladi. Va hatto dediki, agar yana bir qitim bardaga shu bo'lsa biz berishga, bir kecha tuyuqsiz berishga biz tayyor deb. Shuning uchun HTŞ'ninki bu so'g'oq suv chechibatdi Turkiyaga, ammo hozir yana oldida bu Julanining
yoki bu salafiy guruhlarning kimning qo'lida ishganligini oldimizda ko'ramiz. Bo'libmi eng aniq ko'rdiğimiz Erdo'g'anning siyosiy hayoti oxirlashgandan keyin, bu Erdo'g'an vazifadan tushgandan keyin yoki tushmay o'lguchi o'tdasa, Erdo'g'an Allah ömrünü uzun qilsin, Erdo'g'an vafot bo'lgandan keyin ko'ramiz bu HTŞ'ning asli kimning tashkilotlar ishganligini. Shu vaqtida chiqardi bular asli nimasini. Onundan keyin bu mesajlardan keyin Hakan Fidan hozir Turkiyaning taliyi, Amerikaning taliyi tashqi ishlar ministri bo'ldi mening qarshimda Marco Rubio. Turkiyaning taliyi hozir tashqi ishlar ministri Hakan Fidan ishganligida. Chunki boshqa hukumatning ichidagi boshqa xiyali shuarvazlarga o'xshamagan holda Hakan Fidan nihoyat ig'ir besiq turyapti masalalarda. Hatto Türkiye Trump saylanışının aldığı, saylamının aldığı bu işini Türkiye qildi, Türkiye emmi işinin keyinde Erdoğan ba Suriye'deki emmi işini Erdoğan qildi degan vaqtida başta Türk medialari qo'shib ketgan Erdoğan'ı maqtı dedi. Bir Hakan Fidan chiqib, yo'q biz bu ishni biz qilmadik, Suriye xalqi qildi, biz bu ishning kontroli bizda emas deb qiltaq tushishdan saqlanib qoldi. Erdo'g'andek Allah mana bizni maqtadi. Dünya İsrail demedi. Yani nihayetde salmaq duruyordu. Çünkü Trump'ның ameliyatda bu işini Türkiye qildi degini bir tozaq o. Yani o deganlik hozir Türkiye'ni maqtash, tabriklashda ko'ringan bilan bundan keyin Suriyada chiqadigan bütün mesele, bütün qirg'inchilik, bütün urushning hammasining sababkori, mas'uliyatchisi Türkiye bo'lib qoladi. Shuning uchun Trump Türkler bir gap bor, bayram değil, sayran değil, enişten beni niye öptü deb. Trump bika birisini mağzadan so'yab qo'ydigan odam emas. Şuna endi Türkiye biraz ahlini topdi deb qarayman, tantanalar besiqib biraz rasional holatga o'tdi va HTŞ'ning bundan keyin nima chiqadiganini ko'ramiz. Endi Suriyaning oxirgi nuqtasi, Suriya to'g'risida so'zlaydigan Sharq Turkiston yoki ularning atishicha Turkiston Islom partiyasininki Suriya armiyasiga qo'shilishi. Bu gerçi Türkiye'nin arzusu bo'lsa-mu, bu emmisini şu armiyanın içi kirgizib, bunu kirmaganlarni terrorchi deb e'lon qilmay, bu yerda normal davlat shakllantirma degan Turkiyaning arzusu bo'lsa-mu, ammo g'arb davlatlar unaga qanchalik yo'l qo'ydi, buni bilmaymiz. Chunki Suriyada normal bir davlatning qurilishiga yo'l qo'ymaydi g'arb, ya'ni agar men to'g'ri to'nigan bo'lsam g'arbni. Shuning uchun Kürtlarga qurol tashlatqizmaydi degandim, hozirgacha ular qurol tashlab biz qo'shilamiz demadi. Şunu Türkiye'nin bunda bir özünün handikapı var, özünü bağlı var. Yani mala hükümet ki geldi, HTŞ bu yanın meşru hükümeti, ama bu PKK terörçü deydiyse, 2018 yılı özümü HTŞ'nin terörtizmliğe kirgizgen. Terörtizmliği de HTŞ. Türkiye'nin terörtizmliği de. Şuna bir terörçü teşkilat, yani benim terörçü teşkilatım yaxşı, seninki eski deyiş, bu xalqarada ançabek yumshaq kuch jihatda ançabek ilgiri basmaydi. Şunu Türkiye aldı bilan HTŞ'ni terör tizimligidan o'zinikidan chiqarish kerak oldida. Ondan keyin Amerikaliklar PKK mi terrorchi, bu mi terrorchi, seninki yaxshi bizning kaskimi degan shaklda buni yana uzun tutib turdi. Agar Trump bir narsalarni o'zgartmasa, buni g'ayli tafsili kelma. Endi Suriyada bizning Turkiston Islom partiyasi deb atalgan Sharq Turkistonliklarning bu nimaning ichiga, bu Suriya armiyasining ichiga bunda guldur qaras kirgizishini men o'ylamagandim. Bu biz uchun foydali qoldimi, ziyonli qoldimi deganda menda bir narsani o'ylab baqaylik. Agarda bu yerda Turkiya yoki Angliya qaysi davlat bo'lsa bilan bizninkilarning chulurini tutib atqanlar. Agarda Sharq Turkistonliklarga foydali ish qilamiz degan bo'lsa, birga PKK'mi qurol tashlamida ayrim turdi, bu Turkistonliklarmi ayrim turdi, Turkiston Islom partiyasi nomida degan bo'ladi. Buni mi demasdan hatto bizga eng yaxshi foydali bo'lsa nima qiladi deganda, agar Turkiya ras bu Turkiston Islom partiyasining ishiltib bu yerda ishimiz tugadi degan bo'lsa, buni boshqa davlatlarga o'tkazib yetadi. Boshqa davlatlar Hindistonga yo bir davlatga yo'tkib yetish kerakdi asli, to'g'risi. Ama hozir biroqli Suriya armiyasining ichiga kirkatdi deganda bu yerda Turkiya butunlay o'zining manfaatini o'ylashdi. Ya'ni Turkiston Islom partiyasi bundan keyin Turkiyaning Suriya chegarasini boqadigan darvozabon bo'lib vazifa o'taydiganligini tushundik.
Anadaki yana bir qamlashmaydigan yeri ve jiq Uyg'urlar buni o'ylashmaydi ekan. Ya bir davlatning rasmiy davlat armiyasiga, ulusal armiyasiga kirdingiz degan gap, bu yerdagi generallar yoki askarlar bosh shtabning qo'mondonlik bosh shtabining turkcha general kurmay deydi-ku. Eng yuqori bosh shtabning buyrug'isiz ular harbiy bazasidan teshig'i chiqolmaydi bundan ekan. Yani Xitoy bilan urushush va yoki Xitoyning boshqa davlatlardagi inglizlarning medialari shunda xabar bergan, bundan keyin Turkiston Islom partiyasi Xitoy bilan berib urushamizmi, boshqa davlatlardagi Afrikadagi u yerdagi Xitoyning muassasalariga, portlariga hujum qilishi mumkin deganda, umi yo'qoldi hozir. Chunki bundan keyin bu Turkiston Islom partiyasi Suriya armiyasining bir parchasi bo'lish sifati bilan Xitoy qarshi bir pay o'q etish emas, Xitoy qarshi bir tal bayonot berishmi yarmaydigan hol o'chib qoladi hamda. Chunki qo'mondon Suriya armiyasining, ulusal armiyasining qo'mondonlik bosh shtabidan buyruq kelmasa, bular bazadanmi teshib chiqolmaydigan holga kelib qoladi. Degan kelib qoldi degan gap hozir. Shuning uchun bu qanchalik foydali bo'ldi, qanchalik ziyonli bo'ldi hamda oldimizda ko'ramiz. Uningdan keyin qarindoshlar, bu Suriyaning masalasi, andan keyin Trumpning nimasidimi so'zlaydim, men yerdan bir qo'shim chiqib qo'yay. Suriya, men oldingi qitimliq analizimda dedim, Turkiyani bu Arab davlatlari Fırat daryosining sharqiga o'tkazmaydi. O'tkazsa cho'qim Turkiya bir narsa berish kerak. Bir narsa olmay turib bularni o'tkazmaydi degandim. O'tganda Ümit Özdağ Turkiyaning Zafer partiyasining beshidagi siyosatchi adam. Ümit Özdağning oshkorlashicha Anqarada Fıratning sharqidagi hamma rayonlar emas, faqat bir Aynal Arabga yoki Kobaniga Turkiyaning kirishiga ruxsat berish uchun Turkiyaning Rossiyadan olgan S-400 havo mudofaa sistemasini Amerikaga berishni talab qildi Amerika. Turkiya buningga unumiga o'xshaydi. Shuning uchun qivay harakat qilamiz deb hamma odamni chegaraga jiqqan bilan Amerika kelishmagachga ruxsat olmagachga taqab ketdi u tayyorlik qilganlar. Shuning uchun hozir hamda Trump chiqdi. Trump buni oxirida texnik tafsilga kirmay qarindoshlar. Trump Amerikaning establishmentiga, ya'ni deep state deydi, Amerikani kontrol qilib olgan siyosiy qog'dalmaga qarshi chiqqan odam. Bu Amerikaning kontrol qilib turgan bu siyosiy mina yoki bir qog'dalma bo'lib ketgan bir Yorovaviyada qaytib ketgan Amerikani kontrol qilib turgan. Bular Suriyadan chiqishga qarshi, Amerikaning Kurdlarni tashlab chiqishiga qarshi. Trump 2019-yili prezident vaqtida dediki, biz Suriyadan chekinimizda Pentagonga buyruq berdi. Suriyadan chiqtinglar, hammasi bir-birini yesin deb. Ammo Pentagon Trumpning buyrug'ini ijro qilmadi 2019-yili. Menga ishona qildi. Prezidentning buyrug'ini ijro qilmadi Pentagon. Va chekinmadi. Shunga Trump gerçi bu yerdagi hamma qaysini yesemayli biz aralashmadik, chikatdik desa, Pentagon buni ijro qilamdi bu qitim. Trump bu qitim oldingi qitimgadan jiq kuchli keldi. Uni ele to'xtalma Amerika nuqtasida. Ammo Pentagonning iliqi qog'dalma kuchni Trump besib tushalamdi. Masala shada. Hozirgacha hech kim besib tushamadi uni. Chiqqan prezidentlar o'xshamaydigan siyosat qilamiz, O'rta Sharqdan chiqdimiz deganlar bo'ldi. Obama Iroqdan chiqdimi dedi, ammo Iroqdan Pentagon Obamaning o'ylig'indek chiqmadi. Shuning uchun Turkiya Fırat daryosining sharqiga o'tamdi. Bu Trumpning Amerikadagi deep state'ni yoki Amerikadagi siyosiy aqlni yengalishiga bog'liq siyosiy raqobatda. Bu yerdan o'tdik. Endi qarindoshlar, qisqalan bir narsa to'xtalib o'tay. Kaliforniyaga o't ketdi. Kaliforniyaga o't ketsa, bu bizning qarindoshlarimiz men nima deyishimni, bu bizning millatimiz bilan qaysi tilda qanday so'zlashishni men rostdan desam bilmadim. Aldi bilan bir temaga kelaylik. Kaliforniyada o't ketdi. Bir afat bo'ldi Amerikaning. Bu yerda biz odamlar Uyg'urcha naqshlarni kirishtirib va nimalarni qilib tabriklab
Allah jazo verdi zalimlarga degan şekilde tebriklep birimlerini çıkarıp yürüydü. Ve hatta ki mavi kögen emeler köydünler dep oylayım qarindaşlar. Mavi resimni çıkarıp bu Allah'ın cazası da bir Kur'an kursu ki mavi kızıl bina. Kur'an okuyduğun kurs bina saqqıptı. Qağa hemen kuyup ketipti. Bu Allah'ın bir nimike Amerika qilgan bir cazası ki bir hücumu ki ve bu Kur'an kursu Allah'ın zikri qilib to'g'ashqa bu köymepti. Yani mana bizimlarni taqtib yuruydi. Bu yerga kirib qo'yaymi, qaysi millatda bunday temalarni so'zlashishni bilmayman, ama bunu maalesef bizde bak yapmış. Bu köylüler qarindoshlar, bu bina mayal qizil bo'yab qo'ydim, ko'rindim bilmayman, ko'rinmas ekranni sal resim tatib yo'g'antib ko'ringlar. Bu 2023-yili Havayda ketgan o't bu. Havayda o't ketganda saqqalgan bina bir Hristiyan ayolning uyi. Ya Qur'on kursi emas o. Hristiyan ayolning uyi saqqalgan. Onun sebebi o uyni sağğa vaqtida o't köymeydigan insulation ishiltibdi yani. Tamdan teshig'a ve o'tirsaga o't o'tkazmaydigan bir mudafiya narsa ishiltibdi. Şunun bilan saqqalgan ki. Bu 2023-yili Havayga o't ketgan vaqtida chiqqan Hristiyan ayolning uyi. Bunu kesip çaplab, bu Araplar bekçi qiladi bunday ishlarni. Kesip çaplab, bu Qur'on kursi saqqaldi, boshqa narsa kuyib ketdi desa, bununla emedem işinip yurgan gap. Mavu şu 2023-yil chiqqan asli xabar. Eğer 2023-yilda bizarliq Havayda ketgan o't bo'lmuş xabarni tepib ko'rsanglar, Havayga ketgan o't. Ya'ni abayqi narsa yolg'on. Unda olsa masjidga nim bo'ldi? Kaliforniyada ras masjid ko'ymidimi? Mana mavu El Taqva masjid Kaliforniyadagi. Ma'yada logosu va ikki munar va aslilik El Taqva masjid ko'ymidi deb birmilarni chiqarib yuribdi. Mavu mana asli El Taqva masjid, kichik bir masjid bu. Bu El Taqva masjidining oqibati mana o'tdan keyin. Mana masjid El Taqva deb yozildi. Yani u yerda bir masjid ko'ymiga yoki yo'q, masjid kulib ketdi qarindoshlar. Shuning uchun bunda qilqi yolg'on bir nimalar bilan bunda bu arablar to'liq qildi bunda ishni. Bunda narsalarni biz taqdi boy Alloh bilan onun jazosini verdi, mana masjid saqlabdi, o bu deydigan bunda narsalar islom dini uchun pozitiv xizmat qiladigan narsalar emas bu. Bu xalqning oldida o'zimizda kalvadekli ko'z tushkil yaraydi bunda ishlar. Shuning uchun internetda chiqqan narsaning hammasini surishtirib baxmasdan, bunun neymiş geldiğini bilip izdinip bakmasdılar, onu işinip subhanallah ya Allah deyişinin haceti yok qarindoshlar. Allah kudretlik. Ama menimcha Allah eğer Amerikalıqlarning bir günah qilg'ini jazo berman desa, Palestindagi ishlar uchun Amerikaga jazo berma desa, Palestin uchun dunyoda eng jiq qo'llash namoyish chiqadigan Kaliforniyaga o't qo'yib o'tmaydi Allah. Agar da jazo bermasa, balki maqsarayning ustiga bir chaqmoq tushib ketganda danglar bu gapni. Bulmasa bundaq gaplarni qilmaylik. Kaliforniya Amerikaning ichidagi eng jiq Palestinni qo'llash namoyish chiqadigan shtat. Ham bu yerda 90-chi indoneziyalikning uyi kuyib ketibdi. U yerda musulmonlar yo'qmi deb men Facebook'ga yozib qo'ydim. Bir yerga ofat kelsa Alloh balasini verdi deyishdan burun bu yerda qanchalik musulmon o'ldi, qanchalik masjid ko'ydi, buni yaxshi bir izdininglar qarindoshlar. O't kelib musulmonning uyiga kelma deb olinib o'tib ketadigan ish yo'q. Ve aylanıp ötep ketipti mana Qur'on kursini degan xabarlarni yog'onga qarindoshlar men ko'rdimmi? Shuning uchun bu narsa shu, ya'ni Kaliforniyaga ketgan o'tni agar Allohning bulug' bergan jazosi undaq deydigan ish bo'lsa, bu yerda 27 odam o'libdi Kaliforniyada. Unda olsa Turkiyada qaysi kuni o't ketdi, bu binoga 67 odam o'ldi. U Allohning nemisi, Allohning jazosi Erdo'g'onga bergan. Biraz insonlikdan ketmaylik qarindoshlar. Teqa Amerikaliklar Uyg'urlarga biz yomonlik qilib bizni apirib satqini bizim qilgani yo'q. Shuning uchun biraz kimligimizni, qayerda turganimizni unutmaylik. Bugun Turkiya bilan Xitoyning munosabati yaxshilab biz bundan keyin ittifoqlashdik desa, yani Meksikadan qochadigan ayronlar Amerika bo'ladi qarindoshlar. Bir davlatni tanqid qilish, bir davlatning xato qilganini tanqid qilish, uning prezidentini, siyosatini tanqid qilish boshqa,
bir davlatda afat olsa xo'p bo'pti deyish boshqa. Xitoydan boshqa yerda afat olsa xo'p bo'pti deyish bizga yarashmaydi. Hech qanday yerda. İkinci ay, hazır birinci ay tügedi, ikinci ay kes belki Avustralya'da ot ketidi. Bu yerda toz tomuz issiq hazır 40 gradusga chiqib yotidi. Avstraliyaning balasini verdi xo'p bo'pti demsizlar. 6. ay kes Turkiyaga ot ketidi, Gretsiya bilan Antalyaga, Manavgat, Alanya atrofidagi yerlarga ot ketidi. Allah balasini verdi xo'p bo'pti demdi. Biraz insonlikdan chiqatmaydi qarindoshlar. Tamam. Bu kadar çakana, bu kadar süpersiz bir millet deb o'ylamagandim men bizni. Nima degan chaqinilik bu? Ha, bir uylar saqqaptimi? Saqqapti. Mana Kaliforniyada saqqaga uylar va kasab artistlarning uylari. Bumi ular xristian bo'g'ashqa xristianlarning ularning dini to'g'ri chiqib, ularning dini qutqizib olmabdi. Ularningmi shu abayqa uyga o'xshash Kaliforniyada saqqaga uylarningmi ot kuysa, ot kirmaydigan, ot o'tkazmaydigan narsalarni qilib saptike uyni. Onun sebebi şu ki, şunun için ot gelip onu köydüremey, tutuşamay, şamalda üstüde ötep gidipti. Bunlar bu bir sılam, bu James Wood degen adamның öyi ki, yani başkalarım var, yani artistlerinin köymege öyleri var ki, hemmisinin nesisi ya silinişidilla, ya ki renovate kılıp öyünü özgertkende ot ötküzmeydiğen materyal işiltipti ki. Şunun için köymepti. Ya bula Hristiyanlar Eysa deb bunu zikre qilib köymeye ötep ketken emas ki. Xo'sh qarindoshlar, bu temaga kirib etgan bo'ldim. Endi asosli temamiz biroz kengaytib nim qilmoqman. Trump keldi. Trump qaytib keldi. Nihoyatda cho'ng do'mboq bilan keldi. Bu qitim burunqidan kuchlanib keldi haqiqatan. Buni degan ekranlarda jiq deb o'tib ketgandim, Trump do'mboqni chib kelyapti deb. Oldi bilan Trump Amerika'nınki abay pişirdiğimdek establishment'a karşı çıkan adam bu. Sisteminin teşidiki adam. Yani çirikleşi vagan sisteminin teşidin girgen adam. Xuduma bizden davada birisi Türkiye'de, birisi Germaniyada oturup dünyanın ama onsuzlu emisini monopol kılıp otağa yerige tuyuksuz oylamağa yadın bir yaşlarının sisteminin teşidin girgen edek bulamı sisteminin teşidin gelgen adam Trump. Ve ticaretçi nimeden kelgeşke, ticaretçi background'dan, ak görünüş ticaretçi bu aşka. Bu adam cihneslerini ticari oylaydı. Yani halkara diplomatiyada mı nurgun neslerini bilmeydi. Ve məsləhətçilərinin gepini tez anlamaydığı oxşaydı. Bunu amma başqa bir taktik pişiltib atıdı. Bunu pərəz qılıb olmaydığı adam qılıb aldı. Əməliyyatda Trump çıxmasdılar bir qancha diplomatik xata nəslər bilan xata işlərini qılıb aldı. Yəni danqan puti gəplər bilan qalayımqan işlərini terib aldı. Bunun birincisi nima? Kanada bizning 51-ci ştatımız oldu degan gap. Bu tamam, ticarette sen bizga beqinsa, amma nima Kanadanınki petrolning bahasini tushamisan, bunda qilmiz, Xitoy bilan yaqin bo'lsang, bunda qilmiz degan signal bunda berilmaydi asli. Çünkü o Kanada bularning 51-ci ştatı bo'lamdi degan uni o'ylashmaydi. Ya onun işindiği adamlar var ki bizde onu mu deb qo'yaylik. Hərbi anladığınızlarda qarindoshlar. Agar Amerika Kanada bilan urushib turib, u yani alimiz desa, Kanadadaki 25 milyon adam Suriyadaki xalqdakla qarshilik ko'rsatsa, Amerika'nın Kanadani ishg'ol qilib tutib tura olishi uchun Amerikaga kerak bo'lgan askarning soni 2 milyon. 2 milyon askar bo'lsa Kanadani tutib tura oladi 20 yil. Bo'lmasa Afg'onistondagi ish chiqadi. Shuning uchun u yani qurolliq kirsimi, atom bombasi tashlabasimi Kanadaga en addi bir partizanlık uruş bilen Kanada halkı hareketke össüla Amerika uyan tutup duranmaydı. Eğer bir devletini 51-ci ştatı kılalaydığı iş olsa Afganistan bile Irak'ını kılalaydı. Elim o Trump'a Kanada'dan bir cevap gelmedi. Trump 51-ci ştat kılalaydığı olsan Afganistan'ı kılalaydın, Kanada'ya yoğan yakınma deyiş gerek desli Kanada'nın bir taşqı işler ministerden birisi çıkıp. Ama o Kanada'nın nimisine qatı diye bu gap bilen hazır Kanada'nın Justin Trudeau'nun ornuğa çıkıdığı adamı Amerika'ya karşı eğer Trump Amerika'nı America First dese biz üçün Kanada First dep o çıktı hem de. Yani
eng yaqin ittifoqdoshi, eng yaqin qo'shnisining yapılaqtılığı etganda poqini qatı deb chiqarmasdilar. Endi o Kanadamı biz Amerikaga nima uchun neftni ishlab proses qilmay turib, ishlab nima deydi Uyg'urcha? Hamla setib etkashga biz dunyo bahasini yerim baha azan setyapmiz. Buningdan o'zimiz pishiqlab ishlaydigan narsani o'zimizga selib, Amerika buningdan hozir elayotgan bahasini ikkisi qimmat setishimiz kerak ve Yevropaga Kanadaning neftini Amerikaga emas Yevropaga setishimiz kerak deb yeni bir tezis yaratib berdi Kanadaliklar hozir Amerikaga qarshi. Shuning uchun ba'zi danqan puti gaplarning hammasi unda o madem nochka bilan tugmaydi. Ba'zi narsalar o davlatlarmi unga tishi bilan javob qaytirdi. Bu bir bo'ldi. İkincisi Greenlandni setib olamiz. Ya'ni bu 1700-yil emas, bu 1800-yil emas. Her qanday devlet bir g'ayrish tuproq uchun necha 100 ming askarni halak bo'lishiga, necha 100 ming askarni sepirishga rozi hamma davlat. Shuning uchun biz yana bir davlat setib olgan bu 100 yilning 200 yilning oldidagi dunyo emas. Ish unda bo'lmaydi. Shunga Yevropa bilanmi chiqmasdan bu o'zining ishini buzdi. Ya'ni negativdan boshladi ishni. Asli diplomatiya unda bo'lmaydi. Ondan ki Meksika koltuğunu Amerika koltuğu qilib o'zgartimiz. Bu hamda shu o'zining ishchidagi Amerikaning ishchiga o'ziga bilet tashlaganlarga bir show bu o'zining ishchidikilar. Ya'ni Amerika uni Meksika koltuğudan Amerika koltuğu o'zgartamdi yo Trumpning koltuğu deb o'zgartamdi. U hech qanday masala emas. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyoning boshqa hamma davlati o'zining nomida Meksika koltuğu deb ataverdi. Buni shu o'zlari o'zgartib, o'zining xalqini aldaydigan narsa bu. Erdo'g'anning saylamga chiqqan vaqtida Trabzon'dan neft çıktı degandek. Şunun uchun o o'zining nimalarga qilingan bir show, onu belki muhim bo'lishni ma'nosi yo'q. Endi bu xato boshlash ishlarni danqan putidek boshlashdan sirt, o nimadan chekinib chiqdi WTO'dan. U yerda chekinib chiqish kerakmidi yoki WTO'ning ichida turib uni boshqacha o'zgartirishga majburlay olamdi? O savol bor. Paris kelishimidan chekinib chiqdi. Zaten bu cumhuriyetçiler ava kilometr isib ketdi degan gapga ishonmaydi. Bularning masalasi emas u. Shunga u yerdan chekinib chiqqani hamda Xitoy bilan bo'lgan kozurni olib oldi qo'ldan. Xitoyning kozurni. Xitoy davomli Amerika bilan munosabat buzilmaydi. Biz nurg'un xalqaro ishlarni birga qila olamiz. Bo'libmi shu muhit isish Paris kelishimi deb boshlaydi gapni. Hozir Amerika uni yo'q qildi. Bu yeri bizning nuqtamizda aytganda yaxshi bo'ldi. Endi Trumpningki kadrosi kelgan tim nayt ig'ir o'ngchi, radikal darajada konservativ odamlar bilan keldi bu qitim. Beshida deganimdek, garchi prezident o'zi danqan putovsimi, ammo tashqi ishlar ministri biz uchun va Amerika uchun bir lotereya, Marco Rubio. Bu adamning hozirgacha tunishtirgan qonunlari, hozirgacha o'tkazgan qonunlari va tutgan maydoni degan narsalarni bir ko'zdan kechirib chiqsak, bu adamning nihoyat rasional harakat qilganligini, unda siyosiy demagogiya qilman deb, o'zining xalqiga gaz berman deb, Trump o'xshashanda yesi xiyoliy narsalarni qilmaydigan nihoyat o'lchab kesadigan odamligini ko'ramiz hozirgacha. Buningga qo'shilgan Uyg'urlar to'g'riliq qonunni tunishtirgan adam. Bu biz uchun nihoyat cho'ng bir nima hamda fursat va lotereya. Endi bu Rubioning chiqishi Xitoyning yuziga bir shaplaq bo'ldi, chunki Xitoy Marco Rubioni cheklangan odamlar tizimligiga kirgizgan Uyg'urlarni qo'llaganligi sababli. Endi qanday qildi? Ya'ni tashqi ishlar ministri degan diplomatlarning eng beshi. Diplomat bo'lgandan keyin u diplomatlarning beshi bo'lgandan keyin diplomatik immunity var, diplomatik Türkçe dokunulmazlık deydi o. Onu tiyemeysiz. Qo'lda diplomat pasportuyla kirdi Xitoyga. Hech qanday tekshirish hech nima yo'q kirdi. O vaqtida seni cheklagan to'xtab chekladik deb kirgizmasa Amerikalik krizis chiqdi. Marco Rubio tashqi ishlar ministri diplomatik pasportuyla keldi, kirish kerak deb kirgizsa, o'zining xalqiga gaz yo'rimiz deb qilgan po'pangligi hamda o'zining yuziga tegadi qachat bo'lib. Shunday Xitoyma aqlliqa nima deb chiqibdi desanglar? Burunqi Marco Rubio'nun ismini cheklangan ismini Xitoycha boshqa xatda yozib,
Ma yeni Marco Rubio tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin buning ismini boshqa xatula yozibdi, Xitoycha xatulama o'xshash ahvolda. Demak, xalqiga, Xitoyning xalqiga biz o'xshash ismdiki, ammo boshqa xatula yozildigan, "Avo markani cheklagan to'q, mavo bu da boshqa marka keldi" degan ta'sirotni berish uchun xatulan o'ynab ketdi Xitoy xalqini oldida shamanda bo'lganini menda yepibdi. Shuning uchun bu nima uchun Xitoy uchun bek cho'ng bir shapaloq bo'ldi bu Rubioning chiqini. Endi bizga o'tgandimi dedim Amerika saylami to'g'risidagi analizda biz uchun endi nihoyat yaxshi fursat. Prezidentmi jumuriyatchi, senatmi jumuriyatchining qo'lida, ostidagi uymi reprezentativ vakillarning parlamentimi jumuriyatchilar ko'p sonli qo'yadi. Har qanday qonun kelsa hamda sharaq o'tidi. Bu yerda bizning bu Xitoyning avtonomiyachi bu vatan xoinlari bilan Amerikadagi Xitoyning radiosining Uyg'ur xalqida yo'shirib kelayotgan narsalarda yana birini deb beray. Bizning esinladimi bu davomli o qonunni tunishtirdi. Bizda senatdan o'tdi, yuqoridagi uyda o'tdi, tuvandagi uy to'sib oldi. Ya buni o'zgartinglar deydi. Qaytib boradi, yana uni o'tkazdi, bular yana to'sib oldi. Hozirgacha har qitim jumuriyatchilar ko'p sonli qo'ygan uyda o'tdi u, demokratlar ko'p sonli qo'ygan uyda to'sib oldi. Ya to'sib olayotganlar demokratlar. Demokratlar kimlar? Bizning Roshan Abbasning, Nemining, Nuriy Turkalning dadillari yoki tutqanlari Amerikadagi. Bular to'sib oldi davomli. Jumuriyatchilar o'tkazdi, demokratlar to'sib oldi. Hamda har qitim Amerikaning shu bir qonundan chiqishiga 7-8 yil, 4-5 yil, 7-8 yil ketishining sababi demokratlar to'sib oldi davomli. Shu Xitoy Osiyo radiosini biz yana boshqurdi qildi. Anki yana bir narsa, Trump oldin qitim kelganda bu Xitoylarning bu Osiyo radiosining beshidagi Xitoylarni Amerika uchun emas, Xitoy uchun xizmat qilganda vazifasida ilib etgandi. Kim Biden kelgandan keyin, demokratlar kelgandan keyin yana o'rni qo'ygan Xitoyni. Bu qitim Trump yana ilib etamdi ko'ramiz. Bu yana bizga munosabatli temalarning birisi. Shuning uchun bizning bu Amerikadagi da'vo qilyapmiz, bu qilyapmiz deganlarning avtonomiyachi bo'lib chiqishi va Vijin shunda Xitoylarni ko'rgan vaqtida Feychangandong bo'lib yuraklardan sap ketishining sababi ularning ayadagi tutqanlari, tutuqdadilarining Xitoy bilan munosabati yaxshi, oyoqdagi Xitoy bilan. Shunga biz to'g'ri qonunlarni hozirgacha to'sib kelgandi. Ammo endi jumuriyatchilar chiqdi. Prezidentmi bizda, ya'ni Uyg'urlarni hozirgacha qo'llayotganlar, jumuriyatchilar. Senatmi bizda, Uyg'ur xalqi tarafda, House of Representatives mi bizda, ya'ni ikkili parlamentning ikkili uyi va hukumatning 5i hammasi hozirgacha Sharq Turkistonliklar uchun qonun chiqarib kelganlar hammani egalladi. Bu biz uchun nihoyat intayin cho'ng fursat. Endi kelayli Trumpning tashqi siyosatiga biroz abayqadek danqan puti boshlagan bo'lsa-mu ishni, ammo Amerika bir super kuch. Amerikadanki super kuchda bekchiq axloqmi bo'lmaydi millatda, dunyo tarixidagi super kuchlar bek axloqlimi bo'lgan emas. Osmanlı'ningmi Yevropaliklarga o'ynagan ajoyib mehnat o'yinlari var millatda. Ya'ni kuch axloq bo'lmaydi. Shu super kuch bek axloqli bo'lmaydi. Shuning uchun endi Amerikaningki hozir oldimizda men Trumpning uchib ketib 2 yillardan keldan tatib bir narsani aytdim. Trump kelsa qo'shniqlar ichida Ukrainani sotadi deyapti. Ya'ni Ukrainani bu demokratlar va bu globalistlar qo'llagan bilan Trump buningga qarshi. Trump Rossiyani yeniga tortib Xitoyni nishon olish tarafdor edi. Shuning uchun men yana shunda qarayman. Ukrainaga san qo'ral vermaymiz deb bo'lsa-mu, shu Ukrainaning ruslar besib olgan viloyatlar ruslarda qoladi deb turib bo'lsa-mu, Ukrainani majburlab bo'lsa-mu, bu urushni to'xtatishga tirishadi deb qarayman. Ammo beshida deganimdek Amerikaning qag'dalma siyosiy qag'dalmasi ni yengalis qila oladi buni. Yana bir muhim nuqta, beshi degandek Isroiliyani tashlab etdi Amerika. Bu narsani
2009'dan 2012 yılgacha Amerikada bekçik strategiyachilar degan. Bu İsrailya biz uchun düşman deb birishdan boshqa ishga yaramaydi. Biz uchun hech qanday strategik qimmati yo'q. Buni tashlab etaylik deb kongresslarda shunchalik ovozlarni chiqargan. Ammo o Amerikadagi İsrailya lobisi hammasini yig'ishtirib etgan. Bu qitim Trump keldi. Bu qitim shuni yengalamdi. İsrailiyani tashlab etamdi. Mening qarashim İsrailiyani tashlab etmay turib Amerika Xitoyga tenkilanmaydi. Chunki bu İsrailiya Amerikaga hamma yerda dushman deb birishdan boshqa ishga yaramaydi. Agarda İsrailiya masalasi bo'lmagan bo'lsa, O'rta Sharqda bu musulmonlarning Amerika musulmonlar bilan dushmanlashib bu hozirgi yerga kelmaydi. Hattoki Bin Ladenning nimaga hujum qilgan vaqtidagi 11 sentyabrdagi hujumdagi vaqtida Bin Ladenning e'lon qilgan shu vaqtdagi Al-Qoida yoki Talibanning e'lon qilgan narsimi biz Amerikaga hujum qildik. Buning birinchi sababi Amerikaning İsrailiyaning jinoyatlarga bo'lgan qo'llashi degan. Ya'ni İsrailiya masalasi bo'lmagan bo'lsa, Amerika bilan bu musulmonlar bunda hozirgidek dushmanlashib ketmaydi. Ammo Amerikadagi lobby buni qilayotgan. Shunga bir prezident chiqib, bu İsrailiyani sen bizdan o'tirib turama yoqda. Xitoyga qarshi turish uchun islom dunyosi bizga kerak. Mala bilan biz munosabatni yaxshilab, Xitoyni bunda contain qilib nimaga olmasak chambarga. Bu hozir Afg'oniston Xitoy taraf ko'rsa, Eron Xitoy taraf ko'rsa, Iroq zaten Amerika va u yerda elchixonasidan tashqari chiqarmaydi. Onun kendi onunla qo'shib yana Turkiyani bu yergi davlatning hammasini Amerika o'ziga dushman qilib Xitoy tarafga o'tkazib etsa, Xitoyni ma'qul dengizda hamiyada qo'rsin, g'arbda nada qo'rshaydi? Gretsiyada qo'rshamdi Xitoyni. Gretsiyamiz yetib bo'ldi zaten portlarni. Shuning uchun Amerika agar Xitoyni rost contain qilaman, qo'rshayman desa, musulmon dunyosi bilan bo'lgan siyosatini o'zgartirish kerak Amerika. Uni qilolmasa Xitoyni qo'rshamaydi. Xitoy g'arbda shu Ipak yo'l, yangi Ipak yo'l, bir balbaq bir yo'l degan nimasi bilan Xitoy hayotda qoladi. Xuddi hozir nimani Rossiyani qilolmagandek. Unimi Rossiyaga agar embargo qo'yib, uni nima qilman desa, jazolayman desa, Xitoyga va Hindistonga bir narsa berish kerakdi Amerika. Uni bermay turibla biz cheklam qo'yamiz, qaysini tijorat qilsang sen mi yeysa tayoqni degan Xitoy bilan Hindiston anglamadi u gapni. Shuning bilan Yevropaliklar Rossiyaning daily litrini $2 aldıgan neftini yoki gazini, tabiiy gazini u Ruslar $2 Hindiston setib, Hindiston $4 qilib Yevropaga sotdi o'tgan natijalar yog'i. Yevropaliklar ziyon tortdi. Shunga har qanday bir davlatni qo'rshayman, qistayman desa, uning atrofidagilarni o'z tarafga tortish kerak. Amerika bu Xitoyni qo'rshayman desa, bu musulmonlarning ko'nglini elishi, ularga aplashish kerak. Uni qilolmasa Xitoyni qo'rshamaydi. Xuddi Xitoy bilan Hindistonning ko'nglini olmay turib Rossiyani qo'rshayman deb mag'lub bo'lgandek. Shunga hamda Trumpning siyosati agar Xitoyni qo'rshayman desa, men Rossiyani o'z tarafga albatta to'qinishlar, o'xshamaydigan qarashlar bo'lgan masalalar bor ikki davlatning o'rtasida, bu NATOning bu kengayishi bu. Uni Trump bilan hal qila olsa, Xitoyni qo'rshashda bak nima bo'ldi, unumlik bo'ldi deb qarayman. Shunga musulmon davlatlarning orasidagi Amerikaning nimasini qanchalik o'zgartiradi bu yerga qaraymiz. Ammo Trump bu ishda bak qamlashtirolmaydi bunday ishlarni, chunki oldingi qitim prezident bo'lganda chiqiblar musulmon davlatlardan ko'chman cheklayman deb po'ponlik qilsa yeri bor. Shuning uchun qani bu qitim musulmonlarni qancha ko'nglini ola oladi ko'ramiz. Ondan keyin yana birsi hozir Amerikaning Sharqiy Janubiy Osiyodagi harakati nihoyat tez o'zgaryapti. Bo'libmi 2 dunyo urushidan keyin tashlab qo'ygan havo armiya bazalari batda 2 dunyo urushida Yapon bilan urushimiz deb nim qilgan ishlatgan. Ularni shu jangal petil tashlab etgan bu yana kerak qolmadi. Hozir qaytadan yerlarni tuzlab Xitoy bilan bir to'qinish chiqib qolsa deb 2 dunyo urushida tashlab etgan dengizning o'rtasidagi Oral havo armiya bazalaridan bir 4-5 ni asliga keltirayotganning xabari chiqyapti. Shuning uchun Xitoy bilan texmo jiriklashuv munosabatlar. Endi Meksika masalasi. Meksika haqiqatan Amerika uchun nihoyat cho'ng bir bosh og'riqi. Chunki Xitoy Meksika bilan Amerikaning o'rtasida tijorat kelishimi bor, Shimoliy Amerikaning nimasiga o'xshash, tijorat kelishimiga o'xshash.
Agarda Meksikada bir mashina kelib, buning qurashtirish va yasashning 70% xizmat ish Meksikada qilingan bo'lsa, Amerika oladigan eliqa bajlarga qarmaydi. Xitoyning mashinasi bo'lmaydi bu. Mesela Xitoyning mashinasidan 100% baj olaman dedi. Ama Xitoylar Meksikada zavod qurib, o'zining mashinasini shu paramparcha akilib Meksikada qurashtirib, onu 75%'ini Meksikada qilib, uni ketadigan ishni Meksikaning mashinasi made in Mexico qilib akirib Amerika. Shuning uchun Trump buni to'sash uchun Meksika embargo qo'yish kerak bo'ldi hamda Meksikaning mallarga. Uni qanchalik qila oladi? Panama kanalidaydi hozir Meksikami nima biznemetda uning ismi bir temir yo'li bilan Panama kanaliga yana bir alternativ bo'lib chiqyapti. Panama kanalı Amerika'nın qo'lida turamdi yoki Panama'nın qo'lida turamdi. Uni bek munosabatsiz tashlab qo'yiblar, boshqa bir yo'l ichyapti Meksika. Shuning uchun uning da qanchalik g'albilik qila oladi uni ko'ramiz. Trumpning Meksika bilan munosabatining biroq buzilib ketishi Amerika uchun foydalimi, ziyonlimi uni ko'ramiz. Ya'ni hamma narsani qo'qoq silib qilolmaydi. Ba'zi narsalar kelganda chiroyli til bilan siliq yo'l ishlatmasa, anda kichik davlat degan bilan Meksika, Kanada, yana bir siyosiy Shimoliy va Markaziy Amerikadagi 5-6 davlat birlashib olsa, Amerikaga xili boshag'roq deb beruvchi amaliyotda. Shuning uchun ba'zi bir narsalarga donqon putuliqni tashlab, Marco Rubioning rasionalligini sal oldiga chiqsa, inshaalloh hal bo'ldi deb o'ylayman. Endi qilib qolgan narsa bormi? Men bir qarab o'tay. Okay. Endi yana bir tema NATO. Hozir Trump'ningki chiqiblam degini NATO'da asli hamma davlatlar eng azda GDP'sining 2%'ini ishlatish kerak harbiy hamjotga. Lekin Yevropaliklar buni ishlatgili unmaydi. O 2%dan yuqori davlatlar ishlatayotgan davlatlar kimlar desa, shu Polsha degandek shu Sharqiy Yevropadagi davlatlar ma'qul deb qilyapti. Ammo Germaniya, Fransiya deganlar u mudofaaga pul qajlashga unmay kelyapgan. Şu Trump'ның eng çoğ meselesi biz Avrupa'nı biz demiş qoğdayımız hemen özən pul çıqamam sen deb Avrupalıqdaki ittifaqdaşları bilen avarçılıq çıqıdı münasibət jirekleşiş çıqıdı ve NATO aldıdaki analizdim degandim NATO acizlaydı ya bu cidel çıqıp özünün işçide talaş tartış çıqqandan keyin bu acizlaydı. Bunun hem de Xitayga qandaq faydası ya ziyni oldu bunu o'ylash kerak. Bir acizliğin yani Trump'ның kelişi bilen işçideki birlik fikirdeki ve hareketdeki birlikki dezgetken bir NATO Xitay üçün xatarlik mi aciz mi? Bu mesele var. Şuna Trump bir näsini oňşaýman yana bir näsi buzuldu. Onu oňşaýman ma buzuldu. Hem de şunu qaýsyny qanda oňşap qançyk buzup ötüdü. Onu aldığımızda körümüz emmeyle. Ondan keyin yana bir nokta Garip devletlerdeki irqçilik ve tar milletçilik. Bunu burunmu degandim ekranlarda. Her qanday bir devletde iqtisadi krizis chiqqandan keyin u yerda nationalizm, etnik nationalizm ko'tarildi, yani tar milletçilik ko'tarildi. Anda Garip medeniyetining yana bir narsasi var, irqçilik deydigan. Bu bir Garip medeniyetining bir xarakter xususiyatlarining birisi. Bu ikisi tan ko'tarilyapti hozir butun dunyoda. Iqtisod nacharlashgan vaqtida bo'lgan narsa buni aytdi normal. Bular oldi bilan musulmonlarga, andan keyin qartaliklarga, andan keyin o'xshash jinslarga degandek asonliklarga nafratini chechib, ularga bir nimasini qilib bo'lgandan keyin Yevropaliklar bir-birsiga o'tadi. Greklar germanlarni tillashqa, germanlar İtaliyalikni tillashqa, İtaliyalik fransuzni tillashqa, Angliya va Fransiya zaten tayyorlama bir-birini tillashqa tarix bo'yicha shundoq. Shuning uchun ham Yevropa ittifoqining kelgusi nim bo'ldi men bilmayman. Ya'ni Fransiyada ko'tarilayotgan bu irqchilik va umumiy kuchayishi Fransiyada Le Pen deymiz, Gollandiyada baliqi ahvash musulmonlarga qarshi, İtaliyada Meloni, Mussolini'dek bir faşistning havaskari hozir İtaliyaning beshidagi odam. Mussolini'ga havas qildi. Germaniyada bir Hitlerga havas qilgandan bir chiqsa, hayron qolmaymiz yani. Shuning uchun Yevropa yana asliga qaytyapti, asli qaytyapti degan 2-chi dunyo urushining oldida qaytyapti. Yevropa davomli qashtatdi.
Yana burunqi narsalar chiqishi mumkin. Endi buningga men nim deb ism qo'ydim desanglar, o'ngchillashayotgan dunyodagi o'ngchillar dunyosi. Ila globalchi, solchilar asosiyatdan mag'lub bo'ldi hozir. Hamma davlatlar o'zining ulusal manfaatiga ega qaytdi. Ammo Yevropa, Amerika bilan Kanadaga ya Avstraliyaga o'xshamaydigan yeri, Yevropa rasmiy racism bo'lib chiqadigan bu. Manda ko'chmanlar davlat emas. Ayada rasmiy racist, ya'ni o'ng qanot degan narsa racism degan narsa Yevropadagi partiyalarda. Shuning uchun u yerda u yanning cho'ngi chiqishi mumkin. Meyada mundaq bir narsa bor. Amerikaning o'ngi bilan Yevropaning o'ngi o'xshamaydi. Amerikaning o'ngi konservativlar bular. Bular konservativ bo'lganda Xitoyga qarshi hozir Xitoy bizning dushmanimizda atıdı. Ammo Yevropaning o'ngi, masalan Germaniyaning o'ngchilari ko'tarilayotgan Yevropa ittifoqiga qarshi Xitoyni qo'llaydi ular. Amerikaga qarshi ular. Yevropadagi o'ngchilar nimaga Yevropa ittifoqidan chiqdimiz deydi. Amerikaning kontrolligidan chiqimiz deydi bu Germaniyadagi partiya, nima deymizmi, ADF mi bilmayman. Unutdim. Ular Amerikaga qarshi Amerikaning askarlari chiqasin Germaniyadan deydi va Xitoy bilan erkin tijorat qilishimiz kerak deydi. Shuning uchun dunyo solchilar, globalchilar mag'lub bo'lib, o'ngchilar chiqyapti degan vaqtida bu butunlay xo'sh xabar emas. Chunki Amerikaning o'ngi bilan Yevropaning o'ngining farqi bor. Amerikaning o'ngi Xitoyga qarshi konservativ iqlim bo'lsa, Yevropaning o'ngi Yevropa ittifoqiga qarshi irqchi, racist, Xitoyparast odamlar bu. Shuning uchun o'ngning g'alaba qilishi, o'ng qanotdagi konservativlarning hatto nimalarningki populist bu liderlarning g'alaba qilishida hamma narsa xayr emas. Ba'zilari Yevropadagi o'ngchilari hozir deyimdek Xitoyparast. Shu buni qanday tanishaydi? Ya'ni Yevropani biraqla tashlab o'tib Rossiyali Putin kelishimiz chiqimiz Xitoyga deyish kerakmi turam. Yevropa bilan ixtilof hozir boshlanib bo'ldi zaten chiqmasdilar. Shuning uchun ajoyib qiziqarli bir dunyoda yashaymiz. Ammo Turkiyada mu Erdo'g'anning sloganlari, shuarlari, "Ey Isroiliya" deb amaliyat o'zining o'g'li tijoratni qilyapti hozirgacha Isroiliya bilan. Bunda shuarlar bo'lsa-mu, Turkiyada umidimizni o'zgizmaydigini Fatih Altaylı degan gazetchi muxbir yoki adam deganda shu gapni ishiltayman, shu odamning asli patenti mening emas. Garchi davlatning beshidagi allaqalla qilib esi to'g'lisimi, vaqirsimi, ammo Hakan Fidanning tashqi ishlar ministri bo'lishi menga umid berdi dedi odam. Shuningga o'xshash Trump danqan puti uni buni deysimi, Marco Rubioning tashqi ishlar ministri bo'lgani menga umid berdi shaxsan. İnşallah əminəsin tanışıb bizə faydalı bir iş çıxırdı inşallah. Şunun üçün bugünkü proqramma əsası cəhətdən gəp tüydü qarindaşlar. Vaqtımı 1 saat boldu deyimə, 8 minut paketə. Şunun üçün əsas gəp şu. Trump çıxqandan keyin Rusiya bilan yıqılışıb Xitayni containment alımız desə, qorshav qilamiz desa, u albatta iqtisodiy jihatdan, texnologiya jihatdan, siyosiy jihatdan, hatto ideologiya jihatdan, undan keyin eng oxirida harbiy jihatdan bo'ladi. Ammo mening qarashim Amerika musulmonlar bilan munosabatini o'ngshimigacha Xitoyni containmentga qorshavga ololmaydi deb qarayman. Chunki jo'grafiyalab Xitoyning A tarafı dengiz bo'lsa, M tarafı Türk İslam dünyası. Bu yerdagilarga munosabatni o'ngshimay turib, uning mayig'ini qo'rshatamam, sharqni qo'rshamay, g'arbni qanday qo'rshaysan? Va bu ko'tarilayotgan irqchilik hozirgi chiqayotgan narsalar bilan musulmonlarni dushman ko'rsatishni boshlasa, tugun siyosiy populist siyosatchilar tarafidan u vaqtida Amerika qanday qo'rshay oladi? Shunga jiq narsalarni aldığımızda körümüz ama dünya qalayım qalışıdığan dünya başlanıvatıdı deb men 4-5 yılını yağda atma qarindaşlar. Dünya acayip qalayım qan bir dünya bo'lib mavdu. Trumpning muşta Meksika qoltuğu deyme, yakımız Kanada ol aniqilme, NATO bilan aniqilme, sa aniqilsa bu ilq danqan puti gapları amaliyatda Amerikaning dunyo qo'ygan sistemasini yiqitishga rol o'ynaydi. Xitoyning maqsadi shu, Amerika o'zi yiqitib berayotdi buni. Ama Trump onun orada neymi koydu? Yani burun mu boğan Amerika 60. yıllarda işiktunlukni taqapla dünyanın işirul çatığımız yok, biz özümüzün küçeytimiz depla işiktunlukni taqıp bilipla özünü güçlendirgen bir mezgil.
Ondan keyin chiqib aralashgan boshqa ishlarga. Bu qitim Trump'mı şunu bunu isolationist policy deydi, yani yalğız qilib elish, hammasi de ayrılıp yalğız turib elish siyosati deydi. Trump bunu qilishi mumkin, ammo bugungi dunyo 60-yillarga dunyoga o'xshamaydi. Bugungi dunyoda ishqtonlikni taqib olib, hech qaysingiz ish qilmayman degan davlat meningcha dunyoning keyinda qoladi. Xuddi Chin sulolasi ishini taqib olib dunyoning keyinda qolgandek, bugungi dunyoda texnologiyada, yani men yanada kapitalizmga ishonaman, raqobat, savdo raqobati bir jamiyatni taraqqiy qildirdi. Agarda raqobat tugasa, o jamiyat taraqqiy qilmaydi. O'ylab beqinglar, agar Apple chiqmagan bo'lsa, nimaga qarshi? Bill Gatesga qarshi biz hozir Windows 98 ni ishlatdik deyichi. Ashuni tashlab birte ishlatamiz shuni o'yladim. Chunki uningga raqobatchi yo'q. Raqobatchi kelib iOS chiqqandan keyin andan keyin baslashib ikkisi narsa mahsulotning sifati ko'tarilgan gap. Shuning uchun raqobat bo'lsa, davomli iste'mol qiluvchilar foydaludi. Ammo Amerika ishqtonlikni taqab biz ham raqobat qilmaymiz. Hech qaysangiz tijorat qilmaymiz, biz texnologiya o'zimiz ayrinmaymiz desa, dunyoning keyinda qoldi. Burunqidek 60-yillarda, 50-yillarda Amerika gerçi ayga chiqqani qandaqki, chiqib osmonga bir NASA'da roket etib yurgan vaqtida dunyoning boshqa davlatlari ko'ktat terib, ko'ktatni chekatga yeb ketsa, chekatkani qanday yo'qitimizni qamlashtirolmaydi deb vaqtlarda. Amerika osmonga roket etayotgan vaqtida. Ammo bugungi dunyo unda dunyo emas. Amerika ishini taqib olsa, bular chekatkisini yo'qitib, Amerika qachon bizga mablag' salaki deb chekatkilar yapilishib turadigan davlatlar, burun shunda to'g'an davlatlar hozir boshqa yakap bo'ldi. Shuning uchun kim ishini taqsa shu mag'lub bo'ladi. Andilga imperial naslarga qaraganda, imperiallarning tarixiga qaraganda, formulalarga qaraganda bu savdo tijorat urush qo'yish, ishini taqash, o'zining ittifoqdoshlari bilan bunda jiriklashish deganlar bu bir imperiyaning yiqilishining oldida bo'lgan ishlar bu. Shuning uchun bu hozirgi narsa nihoyatda kritik bir davrdan o'tamiz. 4 tane ehtimollik var deb burun bir so'zlagandim-ku. 4 tane ehtimollik var oldimizda. Birinchisi Amerika birinchi o'rindan chiqdi. Ikkinchisi, yani Amerika ishchidan cho'kib ketdi. Ikkinchi ehtimollik Xitoyni nima qilsam birinchi yo'l deb o'tkazibdi. Uchinchi ehtimollik Xitoyni ishchidan cho'kirib yetdi. To'rtinchi ehtimollik ikkisining o'rtasida bir urush chiqdi. Mush to'rtining birisi bo'ldi oldimizda. Shuning uchun men Uyg'urlarning tayyorligi bormi, tayyorlik qilishimiz kerak deb yeyirib ketdim. Og'zimning nimasi qamidi rastin desam, suyi qamidi tilimning. Bu gapni ham demayman. Hozir Kaliforniyada bir o't ketsa, Allah balasını verdi bularning degan bo'lsak, qarindoshlar. Biz de u saviyada bo'lsak, aldığımızdaki fursatlarda Allah bizga yordam qilsin. U saviyadagi halimizda biz aldığımızdaki o yollarda, o ishlarda bizning qo'limizdan bir ish kelmaydi. Biz bu fursatni tutanmaymiz, qich ketadi. Shuning uchun aslida tayyorliklarni tugatib bir millat degan tayyorlab shash turish kerak. Ama biz tehe en addi ufkumlarni, en addi neslerini tushunmaymiz, bilmaymiz. Şuna mena deydiğim milletimiz Allah'a emanet, Allah kutkuzu dike bizni başka neyse akmaydı ki. Şuna qani aldığımızdaki dünyada Xudayım hayırlı qıla ahirimizni. İnşallah müstakil olup fursatlarni bizi tutanmasak mı kolumuzga kelib tutqizib qo'yib biz tashib etsa kelib qo'limizga bog'lab qo'yar inshaalloh Lat bilan birasi. Şuna bugungi analizimiz yerda tugsin. Allah bu Trump'ның chiqishini xayrli qilsin dunyoga, insoniyatga, Sharq Turkistonliklarga. Bu narsa bugungi analizimiz musha tugdi qarindoshlar. Hammalar aman bo'linglar. Bugun men yangi tekka o'tkashga men biraz muzikalarni oldim, kesilib ketdi. Şu müştaqla qo'shilishib turay bugun. Bundan keyin inshaalloh shanba kuni yana programmamiz davom qildi. Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olaylik qarindoshlar. Hammalar Allohu emanet.